Bugun mamlakatimizda musulmon olamining eng ulug' ayyomlaridan biri Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti keng nishonlanmoqda. Mamlakatimiz yetakchisi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini, xorijdagi vatandoshlarni, butun dunyo musulmonlarini Ramazon hayiti bilan qizg'in tabrikladi. Tabrikda qayd etilganidek, tub mohiyatida insonparvarlik g'oyasi mujassam bo'lgan muqaddas islom dinining ezgu qadriyatlari bugungi yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarga juda uyg'un va hamohangdir. Va yana bir jihatga urg'u berish kerakki, bu yilgi Ramazon butunlay o'zgacha shukuhda o'tdi. Fayzli, barokatli, xayrli ishlar va ezgu amallarga nihoyatda boy bo'ldi. Ayniqsa davlatimiz rahbari tashabbusi bilan katta iftorlik tashkil etilgani va unda O'zbekiston yetakchisining o'zi shaxsan ishtirok etgani yurtdoshlarimizga o'zgacha iliqlik bag'ishladi. Barcha hududlarda yozilgan iftorlik dasturxonlariga nuroniylar, mehnat faxriylari, ulamolar va ziyolilar, turli din va konfessiyalar vakillari, nogironligi bor hamda ehtiyojmand yurtdoshlarimiz jami 60 ming nafarga yaqin kishi taklif qilingani ta'bir joiz bo'lsa, yangi O'zbekistonning mustahkam pozitsiyasini ko'rsatdi deyish mumkin. Davlatimiz rahbari aytganidek, millati, tili va dinidan qat'iy nazar har bir vatandoshimizning huquq va manfaatlarini ta'minlash ijtimoiy hayotimizda yetakchi o'ringa chiqmoqda. Shu o'rinda davlatimiz rahbari muborak Ramazon hayiti munosabati bilan ketma-ket ikkita muhim hujjat, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi hamda jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonlarga imzo chekkanini ham alohida qayd etib o'tish lozim. Bu ish xalqimizning milliy an'ana va qadriyatlariga uzukka ko'z qo'ygandek yarashib tushdi. O'zbekiston yetakchisining kechirimlilik siyosati tufayli 488 nafar shaxs afv etildi. Ulug' ayyom kunlarida minglab o'ksik qalblarga quvonch, bir necha yuzlab oilalarga xursandchilik kirib borgani rost. Bu xayrli va ezgu sa'y-harakatlar davlatimiz rahbarining inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya bizning faoliyat dasturimizga aylanmoqda degan so'zlarning amaliy tasdig'i bo'ldi. Ha, Shavkat Mirziyoyevning qat'iyati bilan inson qadrini ulug'lash ham, muqaddas islomga va islom ma'rifatiga munosabat ham tubdan o'zgardi. Shu o'rinda O'zbekiston yetakchisining so'zlaridan yana bir iqtibos keltiradigan bo'lsak, yangi O'zbekiston yangicha ustuvor tamoyillarga ega bo'lib, xalqchil va insonparvar siyosat olib bormoqda. Va buni faqat biz emas, butun dunyo e'tirof etmoqda. Davlatimiz rahbari tanlagan yo'lning naqadar to'g'ri ekanini jahonning eng yirik ekspertlari ham bir ovozdan ta'kidlayapti. Oldindagi marralar esa bundan ham baland. Joriy yilning sentyabr oyida Toshkent va Samarqand shaharlarida nufuzli xalqaro anjuman o'tkazamiz. Deklaratsiyalar muloqoti forumi deb nomlangan bu yirik tadbir 2022-yili Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida bo'lib o'tgan anjumanning mantiqiy davomi bo'lib, turli diniy e'tiqod vakillari o'rtasida o'ziga xos ma'rifiy muloqot maydoni bo'lib xizmat qiladi. Ko'ryapsizmi, birgina Ramazoni Sharif va Eid al-Fitr munosabati bilan qilinayotgan ishlar haqida qancha ko'p gapirish mumkin. Shu o'rinda biz ham barcha tomoshabinlarni ulug' ayyom bilan muborakbod etamiz. Biz aytishga ulgurmagan boshqa barcha mulohazalar bilan e'tiboringizga havola etiladigan tahliliy sharh davomida tanishasiz. O'zbekiston zamini islom ilm-fani va madaniyatining qadimiy beshiklaridan biri hisoblanadi. Xalqimizning boy tarixi, ilmiy, ma'naviy merosini har tomonlama o'rganish, jahon hamjamiyatiga keng tanitish, eng muhimi islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib berish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan asriga tatigulik xayrli ishlar qilindi. Dunyoda islom ummati uchun ulkan meros qoldirgan ulug' ajdodlarimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy, Imom Nasafiy kabi buyuk allomalarimizning bebaho ilmiy maktab
maktabini o'rganish va tadqiq etish uchun markazlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Islom dini rivoji yo'lida beqiyos xizmat qilgan buyuk muhaddis bobolarimizning diniy va ilmiy ma'naviy merosini o'rganish va targ'ib qilish maqsadida Samarqandda Imom Buxoriy, Surxondaryoda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari, shuningdek Toshkentda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Imom Moturudiy xalqaro ilmiy amaliy tadqiqot markazi ish olib bormoqda. Hadis ilmi maktabi va Mir Arab oliy madrasasi kabi yangi muassasalarning tashkil etilgani, hadis, kalom, fiqh va tasavvuf maktablariga asos solingani, o'nlab yangi masjidlar va ziyoratgohlar qurilayotgani hamda ta'mirlanayotgani bu boradagi ishlar ko'lami nechog'lik keng ekanidan dalolat beradi. Alloh taolo yurtimizga diniy islohotlar, diniy ma'rifatni, diniy qadriyatlarni berar ekan, anchalardan beri yillar davomidagi orzularimiz amalga oshib bormoqda. Keyingi 8 yilda olib qaraylik, qanchalik darajada diniy sohada o'zgarishlar bo'ldi. Bir paytlar bir dona masjidni ham ocha olmas edik. 100 ta masjid ochildi. 100 ta yangi masjid ochildi. Undan tashqari 500 dan ortiq masjidlarimiz qayta qurildi. Juda ham katta islohotlar nishonasi mana shu masjidlarning qurilishi. Diniy ta'lim sohasida o'zi umuman katta islohotlar qilindi. Buxoro Mir Arab madrasasiga 500 yil bo'ldi. Lekin bir narsani bugun aytishimiz kerakki, 500 yildan keyin Mir Arab madrasasiga o'zini asl maqomi berildi. Ya'ni davlatimiz rahbarining o'zlarining tashabbuslari bilan Mir Arab oliy madrasa barpo qilindi. Va bu 500 yilligiga tuhfa bo'ldi. Butun dunyodan ulamolar tashrif buyurdi. Hammalari kelib ko'zlarida yosh bilan aytdiki, bu Mir Arab madrasasi 500 yillik tarixga ega. Va mana 500 yildan keyin endi Mir Arab madrasasi yana oliy madrasaga aylandi dedi. Muhtaram prezidentimiz Imom Termiziyga bo'lgan hurmatlari, bu buyuk bobomizni ehtiromi o'laroq yana bitta Termiziy nomida oliy madrasa, oliy ma'hadni ham ochishlikka imkon berdilar va bu ham hozir faoliyatini boshladilar. Bu ishlarni albatta biz bugun shukronasini qilishligimiz kerak bo'ladi. Islohotlar haqida gapirar ekanman, Islom sivilizatsiya markaziga to'xtamasdan ilojim yo'q. Hamma ko'rib turibdi, poytaxtimizda qurilayotgan bu mahobatli bino Islom sivilizatsiya markazi. Prezidentimiz o'zlari buni poydevorini qo'yayotganda niyat qilganlar. Bu Islom sivilizatsiya markazi bir paytlar butun dunyoga dong'i ketgan Ma'mun akademiyasi kabi bo'lishlikda orzu qilgandilar. Hozir mana bino ishlari, qurilish ishlari bityapti, lekin prezidentimizni niyatlari uni aytaylik faqat binosi emas, balki uning ichidagi ma'rifati. Shunday bo'lsinki, Islom sivilizatsiya markaziga kirgan odam bizni yurtimizdan o'tgan allomalarimizni, buyuk tariximizni o'rganib chiqsin. Inshaalloh mana shu sivilizatsiya markazimiz shu yilda nihoyasiga yetish to'g'risida ko'rsatmalar bo'ldi. Bu ham juda katta bir quvonch bo'ldi. Juda ham ko'p xayrli ishlar bo'lyapti. Mana shu xayrli ishlar davomli bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Prezidentimizning o'zlari imkoniyat yaratib berdilar. 15 ming odam hajga boryapmiz. Bu juda ham katta adad. 2-3 yilda ichida qariyb 50 mingga yaqin odam hajga borib qo'ydi. Va borganda ham muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlari nazoratga olyaptilar. Hojilarimizni u yerda ibodat qilishlari uchun, yaxshi yashashlari uchun sharoitlarga e'tibor qilyaptilar. Va o'tgangi sanada bir tarixiy voqea bo'ldi. Biz buni faxr qildik. O'sha joyda ko'zimizga yosh oldik. Prezidentimiz o'zlari telefon orqali qo'ng'iroq qildilar va muloqot qildilar mana o'zim bilan. Va u yerdagi hojilarimiz holidan xabar oldilar. Bu katta marhamat bo'ldi. Xalqimizning boy va qadimiy diniy ma'naviy merosini tiklash va faol targ'ib etish, buyuk ajdodlarimizning tabarruk qadamjolarini obod qilish bo'yicha olib borilayotgan salmoqli ishlarni alohida ta'kidlash lozim. Jumladan Qashqadaryo viloyatida kalom ilmining atoqli namoyandasi Abu Mo'in Nasafiy, Namangan viloyatida tasavvuf ta'limotining yirik vakili Sulton Uvays Qaraniy, Toshkent shahrida Suzuk ota yodgorlik majmualari barpo etildi. Ko'plab masjidlar, madrasa va diniy obidalar qayta qurilmoqda va ta'mirlanmoqda. Shuningdek, haj amalini ado etishga muyassar bo'lgan vatandoshlarimiz soni ham yildan yilga ko'payib bormoqda. So'nggi 3 yilda qariyb 50 mingga yaqin kishi haj ibodatini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Birga haj mavsumining o'zida 15 mingdan ziyod vatandoshimiz ushbu farz amalni ado etib qaytdi. Bir so'z bilan aytganda, diniy ma'rifiy sohadagi bunyodkorliklar, obodliklar islom ulamolarining boy merosini saqlab qolish yo'lidagi harakatlaridan maqsad bu xazinalarni bugun va kelajak avlodga nafaqat bekami ko'st, kerak bo'lsa ziyodasi bilan yetkazish yo'lidagi siyosiy iroda mahsuli.
Yurtimizda madrasalar, oliygohlar, Qur'on o'qitish markazlari sonining oshirilishi, ularda tahsil olayotgan talabalar va yosh tadqiqotchilar buyuk ajdodlarimizning boy merosini o'rganish va tadqiq etish borasida zamonaviy ilmlarni ham o'rganib, yetuk olim bo'lib kamol topmoqda. Qolaversa, turli hududlarda hadis, kalom, tasavvuf, fiqhni o'rganishga ixtisoslashgan ilmiy maktablar faoliyatining yo'lga qo'yilgani diniy ma'rifiy sohadagi yangi davrning boshlanganidan darak beradi. Mana bu yilgi Ramazoni sharifimiz ham yanada go'zal, yanada shukuhli bo'ldi. Ayniqsa muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan ko'plab elimizda, yurtimizda saxovatpeshlar o'zlarini saxovatlarini keng yoyg'in shaklda o'tkazdilar. Mahalla ko'ylar bo'lsin, har guzarlar, har xonadonlarga yaxshilik, xayrlar yetib ulashildi. Diniy islohotlar, buyuk yutuqlar yanada xalqimizni quvontirmoqda. Balkim yon atrofdagi davlatlar, islom olami bizga yaxshi bir nazar bilan qiyo boqmoqdalar va ulardan o'tgan yilgi islom konferensiyalari butun olamdan, katta davlatlardan bizi aynan bu elimizga kelib bu islom konferensiyalari o'tkazilishligi juda ham tahsinga sazovor bo'ldi. Ayniqsa u kelgan ulamolarimiz muhtaram yurtboshimizni hayotni har jabhasida olib borayotgan va ulardan aynan din islohotlari yo'lidagi qilayotgan siyosatlariga juda ham buyuk tahsinlar o'qidilar. U islohotlardan bugungi kunda barpo qilinayotgan islom sivilizatsiya markazimiz va obod qilinayotgan masjidu madrasalarimiz. Alhamdulillahki butun olamga bir namuna bo'lib, olamni yanada quvontirib, ayniqsa bizi xalqimizni suyuntiradigan, quvontiradigan va tashqaridagi boshqa mo'min musulmonlar bizlarga bugungi kunda Buxoriy farzandlari deya havas qilayotgan bir maqomlar bo'lmoqda. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz bo'lsin. Va Hazrati Imom Buxoriy nomlaridagi majmuani insho qilinishligi bu haqiqatda nafaqat bugunlik bu asrda, hali kelajak avlodga ham biz o'sha Buxoriylar avlodi ekanligimiz, Buxoriylar avlodiga, Termiziylar, Samarqandiylar o'tgan ulamolarimizga mos bir avlod ekanligimizga yaqqol bir dalil bo'la oladi. Va shuni ham e'tirof qilib quvonamizki, muhtaram yurtboshimiz aynan muqaddas yerlarda bo'lib ham Ka'ba-i muazzamani ichida bo'lib turgan hollarda ham yurtim deya duo qildilar. Xalqim deya duo qildilar. Bu juda ham muborak bir amallardan bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi ijobat aylagan bo'lsin. Ramazon, saxovat, birdamlik va bag'ri kenglik oyi. Ayni shu shior ostida muborak oyda yurtimizdagi 9,5 mingga yaqin mahalladagi kam ta'minlangan oilalarda iftorlik dasturxonlari yozilib, ularning holidan xabar olingani ham inson qadrini ulug'lash siyosatining ayni ko'zgusi. 25-mart kuni esa barcha hududlarda yahson dasturxonlari yozilib, iftorlik marosimi o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida o'tgan iftorlikda ishtirok etdi. Inson qadri uchun, inson baxti uchun bu g'oya mamlakatimizning asosiy dasturiga ham aylandi. Bu yo'nalishda prezidentimiz tomonidan ayniqsa insonparvarlik siyosati, xususan kam ta'minlanganlar, ko'makka muhtoj aholining hayotini yaxshilash borasida ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirildi. E'tibor bering, aynan ko'makka muhtoj oilalarga 16 trillion so'mdan ziyod moddiy yordam ko'rsatildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning hayotini yaxshilash uchun ham ko'plab ko'maklar, moddiy yordamlar ko'rsatildi. Muborak Ramazon oyida yozilgan iftorlik dasturxonida davlat rahbari, xususan mamlakatimizning mo'min musulmonlari xalqimizning tinchligi, vatanimizning farovonligi, tinchlik, osoyishtaligi yo'lida duolar qilindi va eng e'tiborli tomoni nafaqat bu iftorlik dasturxonida mamlakatimizning mo'min musulmonlari, balki boshqa din vakillari ham ishtirok etdi. Ular do'stona bir dasturxonda birlashdilar. Bu nafaqat islom dinimizning bag'ri kenglik dini ekanligi, balki mamlakatimizning bir do'stona siyosat olib borayotganligining ham bir yaqqol ko'zgusi bo'ldi. Aziz do'stlar, sizlarga ma'lumki, so'nggi yillarda milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni zamon talablari asosida rivojlantirish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bu borada inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya bizning faoliyat dasturimizga aylanmoqda. Shu asosda millati, tili va dinidan qat'iy nazar har bir vatandoshimizning
huquq va manfaatlarini ta'minlash ijtimoiy hayotimizda yetakchi o'ringa chiqmoqda. Fuqarolarimizning vijdon erkinligi sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlari to'liq ta'minlanayotgani bu yil Ramazon oyida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yangi O'zbekiston yangicha ustuvor tamoyillariga, jumladan konstitutsiyamizda aniq belgilab qo'yilgan ijtimoiy davlat maqomiga ega bo'lib, xalqchil va insonparvar siyosat olib bormoqda. Bu borada birgina misol keltirishga ijozat bergaysiz. O'tgan yilning o'zida ko'makka muhtoj insonlarga 16 trillion so'mlik moddiy yordam va nafaqalar berildi. Kam ta'minlangan oilalarga mansub 51 ming nafar bola bog'chaga joylashtirildi. Kam ta'minlanganlarning 176 ming nafar a'zosiga tibbiy ko'mak ko'rsatildi. 182 ming nafari esa ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olindi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali 94 mingga yaqin kam ta'minlangan oilalarga davolanish, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlari bilan bog'liq 130 milliard so'mlik xarajatlar qoplab berildi. Ayollar daftari doirasida 3,5 million nafar opa-singillarimizga 5 trillion 700 milliard so'mlik yordam ajratildi. Yoshlar daftari joriy etilgandan buyon 1 million 300 ming nafar ehtiyojmand yoshlarga 1 trillion 700 milliard so'mlik ijtimoiy yordam ko'rsatildi. Hurmatli do'stlar, ushbu fazilatli oy davomida yurtimizdagi 9,5 mingga yaqin mahallada kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarda iftorlik dasturxonlari yozilib, xayr-saxovat ishlari amalga oshirildi. Joylardagi bu tadbirlarda muftiy hazratlari va imom xatiblarimiz ham xonadonma-xonadon yurib faol ishtirok etishdi. O'ylaymanki, Ramazon saxovat, birdamlik va bag'rikenglik oyi shiori ostida o'tkazilgan bunday xayrli marosimlar inson qadrini ulug'lash, pok maqsadli barcha yurtdoshlarimizni yanada birlashtirishga albatta xizmat qiladi. Bu yil Ramazondagi katta xursandchiliklarimizdan bittasi davlatimiz rahbarini iftorlik tashkil qilishlari bo'ldi. Qariyb 60 mingga yaqin yurtdoshlarimiz iftorlikda ishtirok etdilar. Bilasizmi, bu yilgi iftorlik nimasi bilan farq qildi? O'tgan yil ham prezidentimiz tashkil qildilar, ammo bu yil prezidentimiz mana shunga turli millat, turli konfessiyalarni yig'dilar. Hammamizni bir dasturxon atrofiga jamladilar. Iftordan maqsad faqat taom emas. Iftordan maqsad odamlarni bir-biriga mehrini kuchaytirish. Chunki xonadonda ham iftor shuning uchun tashkil qilinadi. Go'yoki prezidentimiz shu yurtning otasi sifatida hammamizni bir dasturxon atrofiga yig'ib, bir-birimizga mehr, muhabbat qilishlikka o'rgatdilar. Bag'ri kenglikka o'rgatdilar. Bag'ri kenglik yurtimizdagi o'sha bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat nafaqatgina qog'ozda, balki amalda ekanligini ko'rsatdilar va men o'ylayman, bu iftorlik bir namuna bo'ladi va yurtimizda yanada bag'ri kenglikka sabab bo'ladi. Albatta, mana uni orqasidan mana hayit bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz hayit tabriklarini ham yo'lladilar xalqimizga va bu hayitlarimiz ham juda chiroyli yakunlandi. Inshaalloh kelgusi sanagacha yurtimiz bundan ham obod bo'lishligini istab, hayitlarda, tarovihlarda qilgan duolarimiz yurtimizga baraka olib keladi va biz kelgusida bundan-da go'zal islohotlarda birga eslashligini Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi kun nihoyatda bir go'zal bo'ldi. Sababki yurtboshimizni ma'ruzalardan juda xursand bo'ldik. Yurtboshimiz nuroniylar to'g'risida, yoshlar to'g'risida, hoji ota, hoji onalar to'g'risida juda chiroyli ma'ruza qildi. Bunday xalqini sevadigan prezident yurtboshimiz doim omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bugungi kundan shunday tasavvur qoladiki, qilingan ishlari yurtboshimizni bizga yana ham ko'proq shijoat bilan ishlashni tavsiya qiladi. Shuning uchun avvalambor bu qilingan ehsonlarini iftorlik dargohida qabul qilsin, ko'ribchi ko'zimdan yosh chiqib ketadi. Shunday yetimlarni bir bag'rlariga olganlar,
ayollar bilan birga ularga xuddi otadek qarab ularga mehribonlik qilganlarni bunday otani ular topisha olmaydi. Hozirgi yetimlarni unga qarab turganini ko'rdingizmi? Yurtboshimizga qanday qarab termilib turibdi. Ishonib va kelajakda albatta shular bizni bayrog'imiz baland ko'taradi. Kelajakda shular yurtboshimizni duo qilib keyingi yillarda inshaalloh o'zlarini qilgan ishlari bilan yurtboshimiz oldida yuzlarini yorug' qiladi. Bugungi kunni esda qoldiradigan tarixiy kun deb aytaman. Chunki hech qanday hali prezident bir dasturxonda bunaqa mehmondorchilik qiladigan prezident men ko'rmaganman. Yurtboshimiz omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hamma ishlariga Alloh madadkor bo'lsin va Allohning qismi himoyasiga olsin. Ramazon mehr muruvvat oyi. Bugun prezident tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosati ham bu oyning mazmun mohiyati bilan hamohang albatta. Iftorlik dasturxonida ham davlat rahbari bu an'anaga sodiq qolgan holda yetimlar, boquvchisini yo'qotganlar, qariyalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar oldiga kelib, ular bilan alohida suhbatlashdi. Ichimdan o'zim bilmayman nima o'tayotganini, yig'lagim kelyapti, ichimdan xursandman. Bolam deganlari bizani o'zlarini farzandlari o'rnida ko'rayotganlari men uchun juda katta baxt deb o'ylayman. Men hozirgi paytda o'qiyapman. Juda katta imkoniyatlar, chet elga borib o'qib kelish davlat hisobidan, chet elda malaka oshirish, xohlagan davlat korxonalariga, davlat organlariga faqat suhbat asosida o'qishga kirish imkoniyati ham bor bizga. Kutganmidingiz davlat rahbari kelib siz bilan uchrashadi? Albatta bu orzu edi. Allohim yetkazdi. Roza kunlarida shunaqa joyga kelib, yana quchoqladilar, bolam dedilar. Men uchun katta baxt bu. Prezidentimiz tomonidan uy bilan ta'minlangan. Uning uchun rahmat aytib qolamiz prezidentimizga. Boshqa davlatlarga befarq qiladi. Bizning O'zbekiston o'zi katta qiladi, o'zi parvarishlaydi. Hamma bor kuchini, bor mashahatini bizga beradi. Davlat rahbari kelib, shaxsan siz bilan suhbatlashdi. Sizning qalbingizda nimalar o'tdi? G'urur, faxr, iftixor tuydim o'zim. Otamlarni qo'llari bilan olib, Alloh ajr bersin, mukofotlasin dedim. Nogiron odamlarga motorli araba berilyapti. O'sha prezident bo'lganlardan beri birinchi bo'lib mashinani qo'lda haydalishga ham shu inson sababchi bo'ldilar. Hozir ancha ko'payib qolgan o'sha nogiron odamlar o'zini o'zi band qilib, oilasini boqishga bular bir ko'makdosh bo'ldilar-da. Prezidentimiz doim ayollarga yuksak ehtirom ko'rsatadi. Iftorlik marosimida ham ular davlat rahbarining e'tiboridan chetda qolmadi. Taassurotlarim juda ham yaxshi. Men juda ham xursandman. Shunchalik mana bizani ozgina mehnatlarimizni qadrlab, shu tadbirga, shu iftorlik prezidentimizni iftorlik dasturxonlariga taklif qilinganimizdan juda ham g'oyatda xursand bo'ldim. Bayram bilan tabrikladilar. Sog'lik, salomatlik, oilamizga tinchlik, xotirjamlikni tiladilar. 60 ta mahallamiz bor. 60 ta mahallada, har bitta mahallada ayollarimiz bilan yakkatarda suhbatlar qilamiz. Ayollarimizni holidan xabar olamiz. Ayollar bilan suhbat qilamiz. Suhbat davomida bilamizki, ularni albatta bu kungi siyosatlarimizdan, bu kungi islohotlardan xursand ekanligini ta'kidlab o'tishadi. Biz ularga kerakli maslahatlarni beramiz. Yana mana prezidentimiz tomonidan berilayotgan barcha takliflar, barcha yaxshiliklarni hammasini albatta ular bilan birgalikda yetkazamiz. Muhtaram prezidentimizga tashakkur etaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Qilayotgan ishlarida Alloh madadkor bo'lsin. Har bitta ishlarini Alloh xayrli qilsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida o'tkazilgan iftorlik avvalo yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik va qolaversa mana shu Alloh taolo tomonidan berilayotgan ne'matlarni shukrini bir belgisi deb ishonch bilan aytishimiz mumkin. Bugun qaysi bir mamlakatda notinchlik bo'lib turgan bir zamonda turli millat elat vakillari bir dasturxon atrofida taomlanishi va birgalikda eng yaxshi go'zal tilaklarni qilishligi asli dinimiz islom shariatni mohiyyatlaridan biri hisoblanadi. Mana shunday islomni buyuk insoniylik aloqalarini yanada mustahkamlash uchun bugungi iftorlik ham albatta katta o'rin tutadi va bugun mana shunday tinch mamlakatda hurmatli prezidentimizni oldilarida turib mana shu olib borayotgan hamma xayrli ishlarda barchalarimiz birdek, bir tan, bir jon bo'lib harakat qilishimizga undaydi. Albatta biz
qancha shukur qilsak shuncha oz. Nima uchun? Chunki mana shunday ne'matlarni ziyoda bo'lishi uchun ham Alloh taoloning ne'matlariga shukur qilish va bandalari tomonidan mana shu ne'matlarga sababchi bo'layotgan kishilarga ham albatta tashakkurlarimizni izhor qilishimiz kerak bo'ladi. Va fursatdan foydalanib shaxsan qalban samimiy aytamizki, diniy ulamolarni ham bu iftorlik dasturxonida jam bo'lib eng yaxshi go'zal tilaklarni bildirdilar va buning uchun hurmatli prezidentimizga juda katta tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz. Ushbu iftorlik marosimi nafaqat mamlakatimiz mo'min musulmonlarini, xorijiy davlat elchilari, xalqaro tashkilotlar hamda diniy konfessiyalar vakillarini bir dasturxon atrofida jamladi. Bu esa yurtimizdagi bag'rikenglik va totuvlikning yana bir ifodasi bo'ldi. Avvalja men butun o'zbeklarga Ramazon muborak bo'lsin demak istadim. At the same time, I was just honored to participate in this event this evening. Avvalo men butun O'zbekiston xalqini muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu oy bag'rikenglik, mehr, shafqat va hamjihatlik ramzidir. Shu sababli ushbu muborak kechada o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etish men uchun ulkan sharaf hisoblanadi. Bu yerda hozir guvoh bo'layotganim O'zbekistondagi dinlar aro bag'rikenglik va madaniy xilma-xillikning hayotdagi yorqin ifodasidir. Bu faqatgina rasmiy diplomatik doira vakillarini emas, balki turli dinlar, millatlar va jamiyat qatlamlaridagi yetakchi shaxslarni bir joyga jamlagan muhim maydondir. Men buni haqiqiy ilohiy ne'mat va zamonaviy jamiyat uchun kerakli tamoyil deb hisoblayman. Ayniqsa bugungi dunyoda turli dinlar, madaniyatlar o'rtasidagi tushunmovchiliklar fonida O'zbekistonning bu boradagi yutuqlari va tinchlikka qo'shgan hissasi barchamiz uchun ibrat bo'ladi. Shuning uchun ham men ishonch bilan ayta olamanki, O'zbekiston dinlararo bag'rikenglikning dunyoviy modeliga aylangan. Bu yerda nafaqat bag'rikenglik haqida gapiriladi, balki u amaliy tadbirlar, islohotlar va tashabbuslar orqali hayotga tatbiq etilmoqda. Men O'zbekiston rahbarining tashabbuslarini yuqori baholayman. Ular nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham dinlar aro hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Сегодняшнее мероприятие очень важное. Во-первых, президента с народом вместе. Bugungi iftorlik marosimiga taklif etilganimdan juda mamnunman. Bu tadbir nafaqat islom dini uchun muhim bo'lgan Ramazon oyiga bag'ishlangan, balki xalqlar va dinlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarning ham yorqin ifodasi bo'ldi. Bugungi tadbir juda muhim. Avvalo prezident va xalq birga, shuningdek xorijiy elchilar bilan o'tkazilgan tadbir bu mamlakatdagi garmoniya va butun dunyoga ochiqlikni yana bir bor ko'rsatadi. Hozir bu yerda turli konfessiya vakillari, diniy, ma'rifat va ijtimoiy soha insonlari bir joyga yig'ilgani, mamlakat rahbarining konfessiyalar o'rtasidagi o'zaro bag'rikenglik va totuvlikni qo'llab-quvvatlayotganini namoyon qildi. Prezidentning nutqi menda juda chuqur taassurot qoldirdi. Unda eng muhim narsa xalqni birlashtirishga chaqiriq mavjud. Har bir insonning kelajakka ishonch bilan qarashi, prezidentning va mamlakat rahbariyatining atrofida birlashib, yangi O'zbekistonni birgalikda qurish zarurligi ta'kidlandi. Bu esa chuqur ma'noga ega va barchamiz uchun ilhom manbai bo'ladi. Rahmat. Ramazonning yana bir shukuhli voqeligi xalqimizning tinchlik xotirjamlikda, birdamlikda hayit namozini ado qilishi hisoblanadi. O'zgacha ruh va tarovat, hammaning qalbida xursandchilik. Mamlakatimizning har bir hududidagi masjidlarda yurtdoshlarimiz hayit namozini ana shunday xotirjamlik bilan ado etdilar. Qur'on tilovatlari, duolar qilindi. Bu yilgi Ramazon oyi juda shukuhli o'tdi. Shunday baxtli kunlarni bizga nasib qilgan Allohga hamd bo'lsin. Prezidentimizga alohida tashakkur bildiramiz. Bu yurtni tinchligini, osoyishtaligini saqlab turishga sababchi bo'lib turibdilar. 1700 dan ortiq masjidlarda xatmi Qur'onlar bo'ldi. Mana xususan bizning Rakat jome masjidida ham shunaqa taroveh namozlari o'qildi. Barcha qilib turgan ishlariga Alloh baraka bersin. Masjidlarda ulug' kunlarda eng katta ne'mat hisoblangan vatanimiz tinchligi uchun shukronalar aytildi. Ramazon hayitini nishonlayotgan vatandoshlarimiz muhtaram prezidentimizning bayram munosabati bilan yo'llagan tabriklarni xursandchilik bilan qabul qildilar. Mo'min musulmonlarni yana bir xursand etgan narsa bu muhtaram yurtboshimizni O'zbekiston xalqini ana shunday bir Ramazon hayiti bilan tabriklari bu kunning fayziga fayz, bu kunning quvonchiga quvonch qo'shdi. Haqiqatan ham mo'min musulmonlar bugun juda ham xursand, juda ham mamnun. Buxoroy sharifda 106 ta jome masjidda
Ramazon hayiti namozi ado etildi va unda yurtimizni tinchligi, xalqimizning farovonligi, yurtboshimiz, butun xalqimizning haqqiga doimiy xayrlar qilindi. Albatta, Buxoro zamini eng ulug'lar zamini, buyuklar zamini. Ana shunday bir yurtning ulug'lari va allomalarini e'zozlagan xalq albatta e'zoz topadi. Buxoro viloyatida juda katta ko'lamli ishlar muhtaram yurtboshimiz tomonidan amalga oshirildi. U ham bo'lsa, ana shu ziyoratgohlarning obod bo'lishligi, qolaversa ana bugun turgan Mir Arab oliy madrasasini muhtaram yurtboshimiz 2017-yil o'zlari ta'sis etdilar va bunda birinchi qaldirg'ochlar qabul qilindi. Albatta bu ana shu dargohda ham diniy ham dunyoviy ta'lim olib, kelajakda ana shu yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, sof e'tiqod va hamda yot g'oyalardan qaytarish, qolaversa xalqqa ma'naviyat o'chog'ini, ilm va ma'rifat tarbiya berish uchun juda katta qo'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Iloho bunday go'zal bayramlarni ko'pisini ko'rish sharafiga Alloh taolo o'zi yetkazsin. Iloho yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, yoshlarimiz, farzandlarimiz baxtli bo'lmoqligini hamisha Allohdan so'rab qolamiz.